Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi video roligimiz pomidor necha gradusda sovuq urganini ko'rsatmoqchiman. Bir necha kun oldin 3-4 kuncha sovuq bo'ldi. Kechqurun -2, -3, balki -4 gradusgacha sovuq bo'lgandir. O'sha kunlari mana shu burchak pashshaxonasi chala yopilgan, baribir minirgacha kelishi pashshaxona bu yergacha keladi, baribir sal-pal ochiq qolgan bo'lishi mumkin. Keyin yana ko'rib turganingizdek mana shu salofan yirtilgandi. Mana shu yer ochiq qolgandi-da. Shu o'rtada bir pomidorimizni sovuq uribdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qolganlariga, do'gani tagiga turganlariga mana hech narsa qilmagan. Bu tarafidagisiga bitta shu ochiq qolgan, sovuq urgan. -3, -4 gradusda sovuq urganda. Pashshaxona balkim yaxshi yopilmay qolgan bo'lishi ham mumkin. 2 qavat deylik, mayli 2 qavatda ham -3, -4 gradusda urar ekanda. Mana shu burchaklarni pomidori juda zo'r ketyapti-da. Bilmadim, ob-havosi yaxshimi, normal holatmi? Lekin bu taraflarini ko'rsak, kichkinaroq sal bo'lsa-da mana shunday. Ranglari ham sal boshqacharoq. Endi bu tarafga borib yaxshi tushyaptimi? Mana shunday oladigan bo'lsak, qarang. Bular chiroyli-da. Namlik ham o'ziga yarasha bularga nisbatan sal ko'proq ekan. Mana shunday chiroyli-da. Mana bu taraf ham yaxshi bir rivojlanishi bu tarafga nisbatan. O'tgan yili ham mana shu chetga ekkandim. Yaxshi rivojlanmay, o'smay, ozg'in bo'lib qoldi. Bu taraflari ham yaxshi, bu tarafi lekin yaxshi bo'lib ketgan. Lekin bu tarafi rivojlanmay mayda bo'lib qoldi. Bahori kelib, kunlar isib boshlagandan keyin buni keyin rivojlanganini aytmaysan. Pastki tarafi ingichka, tepasi qalinlashib, juda bir hosili ham katta-katta, yirik bo'ldi-da. Ob-havosi. Pastdan lekin mana shu taraf soya turadi-da. Bu taraflarga endi yaxshi tushyaptimi? Yer ta'minotdan zo'r mana holatlari. O'ziga yarasha mana barglarni ancha yoyib qolgan. Mana shu bosh. Mana shu tarafi pomidorlarimiz rivojlanishi zo'r ketyapti. Lekin narigi bosh uyimizni oldi. Rivojlanmagan yaxshi. Mayda xilroq. Yaxshi rivojlanmagan. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, keyingi video roliklarda ko'rishguncha.